Qiymat shortlarim mashinalar to'lib ketdi. Olimpiadamga kelgan qiyomat shortlarim, viloyatlardan kelgan, offlayndagilar kelgan, onlayndagilar kelgan, hamma kelgan. O'zimga joy yo'q mashinamni qo'yishga, kuz tegmasin. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Mana Olimpiadaga kelgan. Привет, красавицам. Qalaysizlar qiyomat shortlari? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammaga omad. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qalaysan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Привет, shogirdlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qalay, hammaga omad. Qiyomat shortlarimiz sinf bo'lib уже kiropdi. Hammaga omad. Ko'ramiz, nasib bo'lsa bugun Matiz taqdiri hal bo'ladi, Xudo xohlasa. Shuncha ota-onalar kelgan. Krasavitsalar mana hamma nasib bo'lsa harakat qilsin. Damiz boshlandi. Tarqatishyapti. Ruscha ichadiganlar ruscha, o'zbekcha ichadiganlar o'zbekcha berilyapti. Xonalarni ozmaslikda ko'rsatib beraman. Tezroq yurib. Hamma o'zini farzandini ko'rib olsa bo'ladi. Qalaysizlar? Omad amaga. Qalaysizlar? Omad amaga. Mana shuncha Olimpiadaga qiyomat shortlarim kelgan. Hammaga omad. Hamma joyda qo'yganlarni ham ko'rsataman. Bir yetkazib qilish kerak. Mana bu onlayndagi administratorimiz kursga olsangiz bo'ladi. Qalaysizlar? Uyg'oninglar, savol kelyapti, tayyorlaninglar. Hammaga omad. Bu abituriyent katta qiyomat shortlarimiz. Onlayndagi, offlayndagi qiyomat shortlarim kelgan. Hammaga omad. Neshinchi sinfsizlar? Krasavchiklar, gap. Taniydiganlar bormi? Onlaynda, offlaynda o'qiydigan qiyomat shortlarim hammasi kelgan. Sizlar qanday bolalar? Ne xafa bo'lib o'tiribsizlar? Xursand bo'linglar. Asosiysi qatnashish. Hammaga omad. Mana ustozimiz Yaxshoyev Tomlo Olimpiada haqida ma'lumot beryaptilar. 80-90% bolalar mana shu yerda ishlaydigan o'qituvchilar o'sha Qorako'l maktabini o'quvchilari.